tomondan turib ko'tarasan yana. Yana bu yoqdan shunaqa. Ko'rdingmi? Ichkaridan bu yoqqa tortib. Mana endi ochilib bo'lganiga pichoqni quloqga tushirayotasan. Mana quloq ochildi. Quloqning suvigi to'xtadi. Insani yuziga o'tasan. Mana yuzida bunaqa qolib ketgan qonlari bo'ladi. Bular mustir go'shtni olib tashish iloji boricha. Mana lunji chetiga anaqa qilasan, bu lunji bo'ladi. Pichog'ingni orqasi bilan botirsa ham ochiladi. Bu yerga bolta ishlatsang ham bo'ladi, ishlatmasang ham bo'ladi. Ko'rdingmi mana? Tayyor. Endi boy ochgan shaklga, mana yaxshi ochilmasa, anaqa go'shtlar qolib ketadi. Tushundingmi? Lekin bularni ham olsang bo'ladi. Mana ichki tomoni ochildi. Endi bu yoq ichki tomoni ochganing mana shunday tushadi. Xuddi mashqdan, mashq holatda suvigacha tushirasan.